Acayip çıraylı naqşken ha Qaysar. Albatta, naqshining tekisi bilan muzikasi o'zaro yaxshi moslashgandala, haqiqiy yaxshi aytilgan, xalq yaxshi ko'radigan naqshlar borliq kelalaydi. Qaysar mushu hozirgi zamon naqshi ijodiyatida ham muhim, ham qiyin masala dal mushu naqsh tekisi bilan muzikaning moslashishi ekan. Albatta, biz bunda qiyin masala ham muhim masalalarni eng yaxshi bizning programmamizga taklif bilan qatnashgan mutaxassislarimiz bilan, mehmonlarimiz bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, bo'ladi. Hürmetli teorimden dostlar, biz bugünkü nava programımızda bizden peshqadam şairimiz Turg'an Shahodan Efendi bilen Jungo Usulchilar Jamiyatining muavin raisi, Xinjiang Usulchilar Jamiyatining raisi Elnar Abdullah xonimi taklif bilan qatnashdi. Qarşalımız Turg'an Shahodan Efendi shu naqshi ijodiyatidagi musiqa bilan tekstning moslashishi haqida mushayda o'tgan keng yoshlarimizga ham ekran oldida o'tgan barliq san'atsevar xalqimizga o'zingizning ko'z qarashini so'zlab bergan bo'lsangiz. Naqsha ohangi bilan naqsh tekstining organik holda birlashishdan hosil bo'ldi. Shunga naqshida ohangimi, naqsh tekstigimi qattiq talab qo'yildi. Bu ikisi o'zaro birlashmasa, birasi ojiz bo'lib qolsa, ikkinchisiga ta'sir ko'rsatib, uning uni yaxshi bo'lmaydi. Endi naqshda ohangga nisbatan uning xos melodiyaga ega bo'lishi, qurilmasining mukammal bo'lishi talab qilindi. Xos melodiya deganning o'zi şu milletinin an'anaviy musiqa boyliqlariga vasitlik qilish, shundaqla uningdan ilhom ilish hisoblandi. Qurilma bo'lsa, ohang taraqqiyotining mukammalligini ifodalaydi. Tekstga nisbatan aytgan vaqtida uning naqshchilik xususiyatining bo'lishi talab qilindi. Buningda har bir atalg'u ohang talabi bo'yicha gitme evcilerge maslashkan halda ifade kılgan buldu. Teyipcan Eliyop'nun şundan beri deydiğen bir şiiri var. Bununla Roza Abdüveli aham işlige vaxtıda şundan beri diyen beri sözünü bu yan gözgertken. Bunundaki asası sebep ağı nakşılık hususiyetini aşırış. Biri degeni onuğa buyan dep alsa, onu xalıqancha sozuşqa, kereşmileştirişke buludu. Bu hal xalq naqshlarida mı var? Uyg'urchada bir qism atalg'ular turlangan vaqtida ojizlashadigan ahvol bor. Naqsh tekstida bo'lsa, ojizlashning o'zi musiqalik xususiyatni yo'qotib qo'ydi. Şunun için bir kısım xalq qo'shiqlarida buni ojizlashtirmay asli holida aytadi. Mana bu naqsh tekstiga o'ziga xoslik. Rahmat Turg'an Efendi. Rahmat. Biz programımızın dışında muhabbet degan söz bilan programımızı başlagandik. Mana hozirgacha muhabbet degan bu chiroyli söz bizning og'zimizdan tushib qolgani yo'q. Ras. Demismi? Biz muhabbatga muhtoj. Hammamiz shundoq. Muhabbat hayot u eng go'zal hayot. Shuning uchun biz muhabbatni asrashimiz, qadrlashimiz kerak ekan. Agar muhabbatni qadrlamagan vaqtimizda biz muhabbatning hijron daqiqalariga duchor bo'lganmiz. Uni asrgan vaqtimizda bo'lsa, biz uning go'zal visol paytlarini kutib olganmiz. Nayt to'g'ri aytdingiz. Agar siz bir muhabbat sohibi bo'lsangiz, suyishnimi, suyulishnimi biling. Muhabbat qalbingiz ishonchga, poklikqa, xolis niyatga to'lsin.